Assalomu alaykum qadrdon mening muxlislarim. Bugun sizlar bilan qishki salat tayyorlaymiz. Buning uchun masalliqlardan bir bo'lak karam, bir dona o'rtacha kattalikdagi sabzi, bir dona qaynatilgan lavlagi va 2 dona salat barglari kerak bo'ladi. Buning uchun sabzi va karamni somoncha to'g'raymiz. Qadrdon muxlislarim, mana men sabzini somoncha to'g'radim, lavlagini ham somoncha to'g'radim, karamni ham mayin somoncha to'g'radim. Endi hamma masalliqlarni aralashtiramiz. Tuz sepamiz endi. Salat bargini ham qo'shamiz. Qadrdon mening muxlislarim, salatimiz qish kunlarida juda ham xushxo'r bo'ladi. Qadrdon muxlislarim, mana qishki salatimiz tayyor bo'ldi. Salatimizga qish oyi bo'lganligi uchun tabga qarab uzum sirkasi yoki olma sirkasi qo'shishingiz mumkin. Bu sizni tabingizga bog'liq.